Assalomu alaykum ustoz. Abdulla Qodiriyning kitoblari qaysi joyda joylashgan? Badiiy asarlar bo'limidan tutasan. Xo'p, rahmat. Aziz o'quvchim, bu satrlarni faqat yon daftarimga bita olaman. Chunki men ko'p narsani yuzma-yuz ayta olmayman. Balki bir kun kelib mening chin dildan aytgan gaplarimni his qilarsan. Sening maktabga ilk qadamingni yaxshi eslayman. O'shanda onang bilan kelgansan. Jajji barmoqchalaringga ilk qalamni o'zim tutqazganimdan naqadar baxtli ekanimni bilsang edi. Menimcha onangdan-da ko'proq xursand bo'lganman. Yillar o'tgan sari sening kamolotingni ko'rib ko'zim quvonardi. Ustoz, buni qarang. Nimagadir yuqori sinflarda o'zgarib qolding. Senga darsda hurmatsizlik qilganingda tanbeh bersam, jerkib berding. Va shu kuni onang kelib maktabda janjal qilib, direktordan meni ishdan bo'shatishni talab qildi. Shunday paytlarda ishimni tashlab, uzoqlarga ketib qolgim kelar. Dilim qattiq og'rirdi. Lekin sendan zarracha mehrim qolgani yo'q. Mana, ha demay maktabni ham tamomlaysan. Men sizlarga faqat kitobdagi bilimlarnigina emas, balki mehr-oqibatni, insoniylikni ham o'rgatmoqchi bo'ldim. Bilasanmi, men har kuni darsga shoshilar ekanman. Yo'lda ko'p odamlar uchraydi. Ba'zan avtobusda yonimda o'tirganlar, o'qituvchi bo'lib nima topasiz deydi. Men jilmayaman, javob bermayman, chunki ular bilishmaydi. Mening haqiqiy boyligim sen kabi shogirdlarimning orzusi va ko'zlaridagi ishonchdir. Mana shuni hech kim ko'ra olmaydi, faqat qalb sezadi. Men uchun eng katta baxt sizlarning yaxshi inson bo'lib, hayotda o'z o'rningizga ega bo'lishingiz edi. Buni qayerdan olding? Javondan. Esa buni olgan yeringga olib borib qo'y, hech kim ko'rmadi.